Assalamu alaykum Farabitor dershanasından hörmetli görmelerim. Şu vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bugün hazırkı zaman Uyghur Dil dersimizin 42. dersini ötümüz. 42. dersimiz Almaş söz türkümünün 3. bölümü. Ötken saatlik derslerimizde almaşның mənisi, almaşның qrammatikli xüsusiyyətləri və almaşların türlərindən işidən şəxsi almaşları, körüstüş almaşları, sual almaşları və özlük almaşlarını görüp çıxandıq. Bugün almaşның qalğan türlərdən belgileş almaçları, buluysuzluk almaçları ve inasızlık almaçlarını görüp çıkımız. Dersiki başlaştım burun ötken saatlik dersimizin ahır sorap ötken tövendeki iki sualımızga kısık cevap berip öteyli. Birinci, Uyghur tilde kollanıldığan sual almaçları kayısılar. Bu sualın cevabı Uyghur tilde kollanıldığan sual almaçları kim, nime, kayısı, kanda, kaçan, kançe, netçe, kançilik, netçilik, kıyer, ne, kayak, qene, nimişqa, nimişke, nekem, nevaq, qandaqsige, niçün yoki nima uchun, qandaqlarcha, nimandaq, nimancha yoki nimanchila, nimanchivala, nemisi, nima degan, naqadar qatorliq savol almashtirni qo'llanamiz. İkinci, özlük almaşının cümledeki rolü qaysi söz türkü bilan o'xshash? Bu savolning javobi özlük almışının cümledeki rolü ismning cümledeki rolü bilan tamamen o'xshaydi. Eğer bu soruların cevabını ve ders münasebetli olan başka mezmunlarını kömekçi olsanlar, ötken saatlik derslerimizi görüp çıkışınlarını ümit kılımen. Hem de bugünkü dersimiz gelsek, bugün belgileş almaçları, buluysuzluk almaçları ve inasızlık almaçlarını görüp çıkımız diyen toq. En aval belgileş almaçlarını görüp çıkımız. Ondaqda belgileş almaçları diyenime, belgileş almaçları məlum köp sallık şeylerden ya ki her xil belge, san miqdar, vaqtlarning müstesnasızlığını bildirdik, yoki müstesna degan hammadan xoli degan ma'noda. Uyg'ur tilida bo'lsa tovanlik belgilash almashlar qo'llanildi. Belgilash almashlaridan hamma almishi. Bu almash ma'lum ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga keldi. Masalan, yig'inga maktabimizdagi hamma o'qituvchi o'quvchilar qatnashdi. Bu misolda o'qituvchi o'quvchilardan iborat ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga kelgan. Hamma suv mushtarakga qilyotidi. Bu misolda o'xshashlar. Suv degan şeyinin to'liq son miqdori o'rniga kelgan. Hamma degan almash ba'zida xilma-xil yoki har qanday degan ma'noda kelishi mumkin. Masalan, hozir bozorda hamma mol bor, xilma-xil ma'nosida. Buningchilik kishini hamma odam qila oladi, har qanday ma'nosida, ya'ni har qanday odam qila oladi degan ma'noda. Belgilash almashlardan butkul almishi. Butkul almishi birinchidan hamma almishga o'xshash ma'lum ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga keldi. Masalan, yig'inga maktabimizdagi butun o'qituvchi o'quvchilar qatnashdi. Bu misolda o'xshashlar o'qituvchi o'quvchilardan iborat ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga kelgan. Butun suv mushtarak qilyotidi. Bu misolda o'xshashlar hamma degan almashga o'xshash suvdan iborat mush shayning to'liq son miqdori o'rniga kelgan. İkinchidan, butkul almishi bir shayning hamma qismini ko'rsatadi. Masalan, butun dunyodagi turklar birlashinglar. Bu jumlada butun degan almash bir shayning hamma qismini ko'rsatadi, ya'ni dunyoning hamma qismini ko'rsatgan. Bu xabar birdamla butun shaharga tarqaldi. Bu misoldami butun shaharga, ya'ni shahardan iborat bir shayning hamma qismini ko'rsatgan. Belgilash almashlardan barliq almashga o'xshashlar hamma almashga o'xshash ma'lum ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga keladi. Masalan, yig'inga maktabimizdagi barliq o'qituvchi o'quvchilar qatnashdi. Bu jumlada o'xshashlar o'qituvchi o'quvchidan iborat ma'lum ko'p sonliq shayning to'liq son miqdori o'rniga kelgan. Belgilash almashlardan barcha almishi ayrim o'rinlarda barliq almish bilan ma'nodosh qo'llanildi. Masalan, yig'inga maktabimizdagi barcha o'quvchilar qatnashdi. Yana o'xshashlar barliq, butun, hamma degan almash bilan ma'nodosh shaklda qo'llanilgan. Belgilash almashlardan har almishi o'zi yolg'iz yoki bir soni bilan birikib ma'lum ko'p sonliq shayning har birini bildirdi yoki ikkining yuqoridagi sonlar bilan birikib ma'lum ko'p sonliq shayning shu son ko'pligidagi birliklarining har birini bildirdi. Masalan, har kishi o'z o'rnida o'tirsin, bu yerda bir degan sonni qo'shsaq bo'ldi yoki qo'shmasak bo'ldi. O'xshashlar ma'nosi o'zgarmaydi, ya'ni ma'lum ko'p sonliq shayning har birini bildirgan. Her bir o'quvchiga bir o'qituvchi to'g'ri keladi. Bu jumlada bo'lsa, har degan fe'l 5 degan son bilan birikkandan keyin ma'lum ko'p sonliq shayning, ya'ni o'quvchilarning shu son ko'pligidagi, ya'ni 5 o'quvchi degan ko'plikdagi birliklarining har birini bildirgan. Bu doğruni her 4 soatda bir ichi so'z. Bu jumlada o'xshashlar har degan almash 4 degan son bilan birikkandan keyin ma'lum ko'p sonliq shayning, ya'ni soatdan iborat
köp sonliq şeyning şu son köplikdeki birliklerining, yani 4 soatdan iborat bir birlikni bildirib kelgan. Bu almash, yani her almışı vaqt birliklerining her birini bildirib kelgan vaqtda, odatda şu vaqt birliklerini ifodadagi so'zlar bilan bevosita berkidi. Bir soni kelmaydi. Masalan, her güne, her yili, her ayda, her hafta degandek vaqt birliklerining har birini bildirib kelgan vaqtda odatda shu vaqt birliklarini ifodadagi so'zlar bilan bevosita berkidi. Ya'ni her bir güne, her bir yili, her bir ayda, her bir haftada deyishimizdan hojat yo'q. Belgileş almaçlardan her kim almışı, bu almaç ma'lum köp sonliq odamning har qandaq birini ko'rsatdi. Masalan, bu ish har kimning qo'lidan keldi. Bundaq fursat har kim kelavermaydi. Ya'ni köp sonliq odamning har birini bildirgan. Belgileş almaçlardan her nima almışı, bu almaç her qandaq ish, her qandaq narsa ma'nosi keldi. Masalan, onun qo'lidan her nima keladi, ya'ni har qandaq ish keladi. Bu material her nimaga yaraydi, ya'ni har qandaq narsaga yaraydi degan ma'noda kelgan. Belgileş almaçlardan her qandaq almışı, bu almaç xilma-xil belgilerinin her qandaq birini bildirdi. Masalan, bu ish her qandaq odamning qo'lidan keladi. Her qandaq ishda bu masalaga diqqat qilish kerak. Biz bu yolda her qandaq qiyinchilikni yengishga tayyor, ya'ni xilma-xil belgilerning har qandaq birini ko'rsatgan. Ba'zida bu almaç, yani her qandaq almışı her şekilde kelishi mumkin. Masalan, beshimga her balo kelsa o'zimning sho'r deyman, yoki beshimga her qandaq balo kelsa o'zimning sho'r deyman. Her ishda bu masalaga diqqat qilish kerak yoki har qandaq ishda bu masalaga diqqat qilish kerak. Bu yerda qandaq so'zi tushib qolsa bo'ladi. Belgileş almaçlardan her qaysi almışı, bu almaç, yani her qaysi almışı ma'lum köp sonliq şeyning hem her birini hem bütün sonini ko'rsatib keladi. Masalan, yig'inga maktabimizdagi har qaysi sinflardan o'quvchilar qatnashdi, ya'ni köp sonliq şeyning hem her birini bildirgan, hem bütün sonni, yani bütün sinflarning hammasini bildirgan. Belgileş almaçlardan her qachon almışı, bu her qachon almışı vaqtning mustasnosligini bildiradi, ya'ni hammadan xoli ekanligini bildirdi. Masalan, kirmiz deguvchilarga maktabimizning ishga har qachon ochiq, ya'ni har qanday vaqtda kirsa bo'ladi degan ma'niki vaqtning mustasnosligini, ya'ni bir cheklamaga uchramaydiganligini bildirgan. Yo'lga chiqishga har qachon tayyor bo'linglar, bu yerdagi har qachon degan almashma o'xshashlar vaqtning mustasnosligini, ya'ni bir cheklamaning yo'q ekanligini bildirgan. Belgileş almaçlardan her qandaq almışı, bu almaç dərəcənin müstəsnasılığını bildirir, yəni dərəcənin çəkilməyə uçurmaydıqanlığını bildirdi. Məsələn, hər qancha ağır nərsini götürüb getələydi, yəni qançalik ağır bolsunmu, yəni dərəcənin bu yerdəki çəkilməyə uçurmaydıqanlığını göstərgən. Hər qancha əski bolsunmu, qeyrindaş degan yenilik qeyrindaş bu yerdəki hər qancha degan almaç dərəcənin müstəsnasılığını, yəni çəkilməyə uçurmağanlığını, yəni əskidən ibarət müşü sifətinin dərəcəsinin çeklimi uçurmaydiganligini bildirgan. Hamda belgilash almaçlarının grammatikalik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Grammatikalik xususiyatlarini ko'rishdan burun belgilash almaçları ularning grammatikalik xususiyatiga qarab qaysi turlarga bo'lindi, buni ko'rib chiqamiz. Belgilash almaçları ularning grammatikalik xususiyatiga qarab son miqdor almaçları, sifat almaçları, ism almaçları, ravish almaçları qatorliq 4 xil turga bo'lindi. Hamda belgilash almaçlarının grammatikalik xususiyatlarini tafsiliy ko'rib chiqsak, birinci, hamma, bütün, barliq, barcha, her qaysi almaçları son miqdor almaçlarga tava bo'lib, bevosita ismlar aniqlovchi bo'lib keladi. Masalan, hamma odam, bu yerdagi hamma almışı odamdan iborat ismga aniqlovchi bo'lib kelgan. Bütün xalq, barliq maktab, barcha odam, her millat, her qaysi el, bu misollarning o'xshashlar bu yerdagi bütün, barliq, parcha, her qaysi degandek almaçlar oxirida kelgan xalq, maktab, odam, millat, el degan ismlarga aniqlovchi vazifasi kelgan. İkinci, her qandaq almışı sifat almışıga tava bo'lib, ismlarga bevosita beqinib aniqlovchi bo'lib keladi. Ba'zida fe'llarga beqinib holat bo'lib keladi. Masalan, bu har qandaq ishga yaraydi. Bu jumlada bo'lsa, har qandaq degan almash ishdan iborat ismga beqinib kelib, bu jumlada aniqlovchi vazifasi kelgan. Har qandaq qiyinchilikni yengamiz, bu jumladan o'xshashlar qiyinchilikni iborat ismga beqinib, har qandaq degan almash bu jumlada aniqlovchi vazifasi kelgan. Her qandaq mangsangmı bugün yetəlməysən. Bu cümlədə bolsa, her qandaq degan almaş mengishdan iborat fe'lga beqinib bu cümlədə holat vazifasi kelgan. Üçüncü, her qachon, her qancha almaçları ravish almaçlarga tava bo'lib, cümlədə holat vazifasi kiradi. Masalan, her qachon kelsang men bor, bu yerdagi her qachon degan almash kelishdan iborat fe'lga beqinib kelgandan keyin cümlədə holat vazifasi kelgan. Her qancharoq bo'lsa-mu borg'inim borgan, bu yerdagi her qancha degan almashmi bu cümlədə holat vazifasi kelgan.
Əmdi almaçlardan buluysuzluq almaçlarını görüp çıxımız. Undaqda buluysuzluq almaçları degəni nima? Buluysuzluq almaçları faqat buluysuz cümlələrdə qo'llanılıb, ma'lum köp sonliq şeyning yoki har xil belge, son miqdor, vaqtlarning har qandigini bildirdi. Uyg'ur tilidagi buluysuzluq almaçları hech so'zdan va sual almaçları bilan ba'zi ayrim so'zlarning hech so'ziga birkish orqali hosil bo'lgan qo'shim so'zlardan tarkib topadi. Bu almaç va ularning har qaysining ma'nosi tuvandikicha bo'ladi. Yani bulutsuzluk almaçlarını başka almaçlardan beşideki hiç söz arkalık farklandırırız. Bundan başka özlük almaçlarını bolsa öz sözden farklandırırız. Əmdi bulutsuzluk almaçlarını görüp çıksak, hiç almışı, bu hiç almışı bir mu yoki her qandaq bir ma'nosi keldi. Mesela hiç kişi yok, yani bir mi kişi yok. Hiç tarafga mang'ul bo'lmaydi, ya'ni har qandaq bir tarafga mang'ul bo'lmaydi degan ma'noda kelgan. Bulutsuzluk almaçlardan hiç kim almışı, bu almaç her qandaq bir odam ma'nosi keldi. Masalan, hech kim kelmedi, ya'ni har qandaq bir odam kelmedi ma'nosida. Bulutsuzluk almaçlardan hech nima yoki hech narsa almışı. Bu almaç her qandaq bir narsa ma'nosi keldi. Masalan, hech nima kam emas, ya'ni har qandaq bir narsa kam emas. Bulutsuzluk almaçlardan hech qandaq almışı, bu almaç her qandaq bir xildagi ma'nosi keldi. Masalan, hech qandaq qiyinchiligimiz yo'q, ya'ni har qandaq bir xildagi qiyinchiligimiz yo'q. Hech qaysi yoki hech bir almışı, bu almaç her qandaq bir ma'nosi keldi. Masalan, hech qaysi uy bekor emas, ya'ni har qandaq bir uy bekor emas. Hech qachon almışı, bu almaç her qandaq vaqtda ma'nosi keldi. Masalan, bu hech qachon bo'lib baxmagan bir ish, ya'ni har qandaq vaqtda bo'lib baxmagan ish. Bulutsuzluk almaçlardan hech qancha almışı, bu almaç köprek, son miqdor yoki kuchlikroq darajalarning har qandigini bildirdi. Masalan, hech qancha odam yo'q, hech qancha yiroq emas, ya'ni bu yerdagi hech qancha almışı ko'proq son miqdor yoki kuchlikroq darajalarning har qandigini bildirib kelgan. Bulutsuzluk almaçlardan hech ne yoki hech qayer almışı, bu almaç har qandaq bir yer ma'nosi keldi. Masalan, bugun hech nega bormadim yoki hech qayerga bormadim, ya'ni har qandaq bir yerga bormadim. Hech qayoq almışı, bu almaç har qandaq bir taraf yoki har qandaq bir ma'nosi keldi. Masalan, hech qayoq burilmay udulmang, ya'ni har qandaq bir tarafga burilmay udulmang. Bugun hech qayoqqa bormadim yoki har qandaq bir yerga bormadim ma'nosida kelgan. Əmdi bulutsuzluq almaçlarının qrammatikal xususiyetlerini görüp çıxımız. Qrammatikal xususiyetlerini görüp çıxışdan burun bulutsuzluq almaçlarının türlerini görüp çıxaylı. Bulutsuzluq almaçları ularının qrammatikal xususiyetleri qarab, isim almaçları, sifət almaçları, son miqdar almaçları, reviş almaçları qatarlıq türlərə bölündü. Əmdi bulutsuzluq almaçlarının qrammatikal xususiyetlerini təfsili görüp çıxsaq, birinci, heç kim, heç nimə, heç nərsə, heç nə, heç qayer, hech qayoq almaçları isim almaçlarına təvə olub, kelish kateqoriyasi bo'yicha türlündü və bəzi tirkəlmələr bilan birikib kelidi. Cümlədə isim rolunu oynaydı. Məsələn, hech kim kelmedi bu cümlədə egi vəzifəsi kelgan, ya'ni isim rolunu oynagan. Hech kimning lug'ati yo'q bu cümlədə bolsa, hech kimning, ya'ni egilik kelish bilan türlənib kelgan. Hech kimga aytma bu cümlədə bolsa, yo'linish kelish bilan türlənib kelgan. Hech kimni ko'rmadim bu cümlədə bolsa, kelish kateqoriyasidan tushum kelish bilan türlənib kelgan. Hech kimdan so'ramadim bu cümlədə bolsa, kelish kateqoriyasidan chiqish kelish bilan türlənib kelgan. Hech kim bilan ko'rishmadim, hech nima yemadi, hech nimaning tayini yo'q, hech nimaga ojitim yo'q, hech nimadan qo'rqmaydi, hech nani ko'rmadim, hech nadan topolmadim. Ko'rib o'tganimizdek, bu yerdagi almaçlarning hammasi ism almaçlarga tava bo'lib, ismlarning kelish kateqoriyasi bo'yicha türlənib kelalaydi. Bulutsuzluq almaçlarının qrammatikal xususiyetlerinden ikincisi, hech qandaq, hech qaysi, hech bir almaçları sifət almaçlarına təvə olub, isimlarga bevosita aniqlovchi bo'lib keladi. Masalan, hech qandaq odam, hech qandaq ish, hech qandaq vaqt, hech qaysi uy, hech qaysi dars, hech qaysi muallim, hech bir yer, hech bir odam, hech bir kitob. Ko'rib o'tganimizdek, bu yerdagi almaçlar sifət almışıq təvə və isimlarga bevosita aniqlovchi vazifasida kelgan. Bulutsuzluq almaçlarının 3-cü qrammatikal xususiyeti, hech qancha almışı son miqdor almışıq təvə olub, isimlarga bevosita aniqlovchi bo'lib keladi. Sifət fe'llarga bevosita holat bo'lib keladi. Masalan, hech qancha vaqt, hech qancha odam, bu misollarda bo'lsa, vaqt va odamdan iborat ismlarga bevosita aniqlovchi bo'lib kelgan. Hech qancha egiz, hech qancha bilmaydigan bu yerda bo'lsa, hech qancha degan almash egiz degan sifatga holat vazifasida va hech qancha bilmaydigan degan bu misolda bo'lsa, bilmaslikdan iborat fe'lga beqinib holat vazifasida kelgan.
Bulutsuzluq almaçlarının 4-cü qrammatikалық xususiyeti heç qaçan almışı, reviş almışı təvə olub, fe'illarga bevosita beqinib holat bo'lib keladi. Masalan, hech qachon yodimdan chiqmaydi. Bu jumlada bo'lsa, hech qachon degan almash, revish almışı va yodidan chiqmoqdan iborat. Mush fe'ilga beqinib holat vazifasi kelgan. Men hech qachon bugünkidek xushal bo'lmagan bu yerdagi hech qachon degan almash o'xshashlar xushal bo'lmagan, ya'ni xushal bo'lmaslikdan iborat. Mushu fe'ilga beqinib bu jumlada holat vazifasi kelgan. Endi almashlarning turlaridan eng oxirgisi bo'lgan aniqsizlik almashlar bilan tanishib chiqamiz. Undaqda aniqsizlik almashlar degan nima? Aniqsizlik almashlari so'zlik ichiga aniqsiz bo'lgan ma'lum bir shayni, ma'lum bir belge, ma'lum son miqdor, ma'lum vaqt qatorliqlarni bildirdi. Uyg'ur tilidagi aniqsizlik almashlari savol almashlarining kayniga dur qo'shimchasi qo'shish yoki oldiga alla qo'shimchasini qo'shishdek ikki xil yo'l bilan yasaladi. Bu almashlar, ya'ni aniqsizlik almashlari va ularning ma'nosini tuvanda ko'rib chiqamiz. Aniqsizlik almashlaridan kimdo almashi, bu almash kimlik aniqsiz bir odamni bildirdi. Ko'pincha kaynidan yana biri yoki bir so'z keldi. Masalan, kimdo nerg bulungan loqma tashladi. Bu jumlada kimdo degan aniqsizlik almashi kimlik aniqsiz bo'lgan bir odamni bildirgan. Kimdo biri ishni chekdi. Bu jumlada o'xshashlar kimdo degan aniqsizlik almashi biri degan so'z bilan birikib kelgan va kimlik aniqsiz bir odamni bildirgan. Kimdo birisi dutarni koni xalq ohanglariga chelib, yiqimliq naqsh kuylashga boshladi. Bu jumlada o'xshashlar kimdir degan aniqsizlik almashi birisi degan so'z bilan birikib kelgan va kimlik aniqsiz bo'lgan odamni bildirgan. Aniqsizlik almashlaridan nimado almashi, bu almash bo'lsa, nimelik aniqsiz bo'lgan bir narsani bildirdi. Keynidan yana bir nima yoki bir narsa so'z kelishi mumkin. Masalan, Selim aka ishki tarafdagi kattin nimanido ilib, beyligi tugdi bu yerdagi nimanido degan aniqsizlik almashi, nimelik aniqsiz bo'lgan bir narsani ifodalab kelgan. Ko'zimga nimanido bir narsa ko'ringandek bo'ldi. Bu jumlada o'xshashlar nimino degan aniqsizlik almashi bir narsa degan so'z bilan birikib, nimalikka aniqsiz bo'lgan bir narsani bildirib kelgan. Aniqsizlik almashlaridan qandoqdir almashi, bu almash aniqsiz bir belgini bildirdi. Bu almashdan keyin doim degudek yana bir so'z keladi. Masalan, men ishxonaga kirganimda qandoqdir bir jadvallarni sizib o'tirgan 18-19 yoshlardagi kotib yigit meni qizg'in kutib oldi. Bu jumladagi qandoqdir degan aniqsizlik almashi aniqsiz bir belgini bildirib kelgan. Olimni izlab yotqiga kirsam, olim butun diqqati bilan qandoqdir bir kitobni o'qib o'tibdi. Bu jumlada o'xshashda qandoqdir degan aniqsizlik almashi aniqsiz bir belgini bildirib kelgan, ya'ni kitobning qandoqligining aniqsiz ekanligini bildirib kelgan. Qaysido almashi, bu aniqsiz almashi, qaysi bir ekanligi aniqsiz degan ma'noda keldi. Keynidan yana bir so'z kelishi mumkin. Masalan, qaysido bir uydan bir odam chiqib darvozani ochdi. Ya'ni qaysi bir ekanligi aniqsiz bo'lgan bir uydan bir odam chiqib darvozani ochdi degan ma'noda kelgan. Qachonda almashi, bu aniqsizlik almashi aniqsiz bir vaqtni bildirdi. Keynidan yana bir chaqda so'z kelishi mumkin. Masalan, men bu odamni qachonda bir ko'rgan edim, ya'ni aniqsiz bo'lgan bir vaqtni bildirgan. Qachonda bir chaqda men u yerga borgan, ya'ni vaqtning aniqsiz ekanligini bildirib kelgan. Nado, qayerdo almashi, bu aniqsizlik almashi qayerlik aniqsiz bir joyni bildirdi. Keynidan yana bir yer so'z kelishi mumkin. Masalan, ajabo bu chiroyni qayerda ko'rganda qilaman. Bu jumlada bo'lsa, qayerda degan shu aniqsizlik almashi qayerligi aniqsiz bo'lgan bir joyni bildirib kelgan. O nado bir yerga ketibdi. Bu jumlada o'xshashlar. Nado degan aniqsizlik almashi bir yerga degan so'z bilan berikkan va qayerlik aniqsiz bo'lgan bir joyni bildirgan. Aniqsizlik almashlaridan qayoqda almashi, bu almash aniqsiz bir taraf yoki bir joyni bildirdi. Keynidan yana bir yoq so'z kelishi mumkin. Masalan, u qayoqqa ketib qolgan edi, ya'ni aniqsiz bo'lgan bir taraf yoki bir joyni bildirgan. Nimishqido almashi, bu almash aniqsiz bir sababni bildirdi. Masalan, nimishqido bu odamni ko'rsamla hayajonlanib ketaman, ya'ni bu yerdagi sababning aniqsiz ekanligini bildirgan. Allikim almashi, bu aniqsizlik almashi kimdo bilan ma'nodosh qo'llangandan tashqari yana nadiki to'lmaydigan bir odam ma'nosida qo'llanildi. Masalan, allikimlardan dakki yeb kelib bizga nima o'kiraysan, ya'ni bu yerdagi nadiki to'lmaydigan bir odamdan dakki yeb kelib bizga nima o'kiraysan degan ma'noda kelgan. Aniqsizlik almashlaridan allanima almashi, bu almash nimado bilan ma'nodosh qo'llanilgandan tashqari yana g'alati bir narsa degan ma'noda keldi. Masalan, ular allanimlarni deyishgunicha uydan chiqib ketdi. Bu jumlada allanima degan aniqsizlik almashi ham nimado degan
iniqsizlik almış bilen məndaş kelgen ve galit bir narsa etken ma'nini ifodalab kelgan. Iniqsizlik almashlardan allaqandaq almışı bu almash qandaqdır degan iniqsizlik almışı bilen məndaş qo'llanilgandan tashqari yana g'alita ma'nisidan keldi. Masalan, kallamga allaqandaq xiyollar kelgil turdi, ya'ni g'alit xiyollar kelgil turdi. Iniqsizlik almashlardan allaqaya qalmışı bu almash iniqsiz jiroq bir yer ma'nisi keldi. Masalan, o bichara hozir allaqayoqlar yurganda bu jumladagi allaqayoq degan iniqsizlik almışı iniqsiz jiroq bir yer degan ma'noni ifodalab kelgan. Endi iniqsizlik almashlarning grammatikal xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Uningdan burun iniqsizlik almashlarning turlarini ko'rib chiqsak, iniqsizlik almashlari o'zining grammatikal xususiyati bo'yicha ism almishi, sifat almishi va ravish almishi qatorliq 3 turga bo'lindi. Endi iniqsizlik almashlarining grammatikal xususiyatlarini tafsiliy ko'rib chiqamiz. Birinchi kimdo, nimado, nado, qayerdo, qayoqdo, allanima, allaqayoq almashlari ism almashlariga tava bo'lib, İsimlar o'xshash son kategoriyasi yoki kelish kategoriyasi bo'yicha turlindi va tirkalmalar bilan berkib keladi. Do qo'shimchasi bilan berkib yasalganlarga qo'shimcha qo'shiq to'g'ri kelgan vaqtda qo'shimchalar do'ning oldida bo'ladi. Masalan, kimlardo, nimalarnido, kimningdo, nagido, qayoqqado degandek do qo'shimchasi bilan berkib yasalgan vaqtda qo'shimcha qo'shiq to'g'ri kelganda qo'shimchalar do'ning oldida bo'ladi. Qo'shimchalar ya'ni bu yerdagi larlar qo'shimchasi bo'lamdi yoki kelish qo'shimchalari do'ning oldida bo'ladi. Aniqsizlik almashlarining grammatikal xususiyatlaridan ikkinchisi qandaqdir, qaysidir, allaqandaq almashlari sifat almashlariga tava bo'lib, ismlarga bevosita qilib aniqlovchi bo'lib keladi. Masalan, qandaqdir bir kitob, qaysidir bir uy, allaqandaq xatlar, ya'ni bu yerdagi qandaqdir, qaysidir, allaqandaq degan almashlar orqadagi kitob, uy, xat degan ismlarga beqinib aniqlovchi vazifasiga kelgan. Aniqsizlik almashlarining grammatikal xususiyatlaridan uchinchisi qachondir, nimishqido almashlari ravish almashlariga tava bo'lib, fe'llarga bevosita beqinib holat bo'lib keladi. Masalan, qachondir bir borgan yodimda bu jumladagi qachondir almishi berishdan iborat fe'lga beqinib bu jumlada holat vazifasiga kelgan. O bugun maktabga nimishqido kelmadi. Bu yerdagi nimishqido degan aniqsizlik almishi kelmaslikdan iborat bo'lishsiz fe'lga beqinib kelib, bu jumlada holat vazifasiga kelgan. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni so'rab o'tamiz. Birinchi, belgilash almashlari grammatikal xususiyatiga qarab qaysi turlarga ayriladi? Ikkinchi, aniqsizlik almashlar degan nima? Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ldi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.